Assalomu alaykum, Beruniy xalqim, Beruniy texnika obunachilari. 3-aprel do'stlar, Beruniy texnika. Bugun bizlar mana vodnikdamiz do'stlar. Bu yog'imiz Damyo'l, bu yog'imiz Malbazar. Mana ustunda turibdi suv. Bu yoqqa o'zi mana yerdan turba o'tib turgan ekan. Bu yoqdan mana ko'chaga 300 metr salma. Bu yoqdan 300 metr salma tashab beramiz do'stlar. Ish jarayonlarini video davomida ko'rishingiz mumkin. Chagak qo'yibdi, chagani tashab, turbasini tashab yo'lini aytib. Bu yo'limiz asfalt bo'ladir. Shuning oldini olib, bu yerga turbalarni tashab, shu bu asfaltning ostida qolib ketaver kerak do'stlar. Beruniy texnikadan uzoqlashmaymiz. Ha, shu yerdan qaziladan. Umid degan ko'chamiz mana, Umid. Polni aqar suvi, polni boradi xo'jaliklarga. Beruniy texnikadan uzoqlashimiz. Cho'nqirligi bo'ladi usta? Cho'nqirligini bilmayman, endi buni turba bilan kengaytirib kerak ekan. Ha. Beruniy texnikadan uzoqlashimiz do'stlar. Hammaning e'tibori uchun rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Xizmat bo'lsa aytaveringlar.